Hozir bu kiltimizning tayyor ahvoli bu. Tayyor holati. Ilingan holatına chiqmaydi, obratni qani. Qo'lga chiqqandan keyin ishlashi ham yengil, chotki sababi bu niyamiyle toza. Mana toza bo'lgandan keyin даже mana eshitishingiz mumkin. Pillerning sesdan bor dajeli mana shiq qilib jo'melash uchun. Xabarlashaverishlar. Bunday kiltam bor bu yerda. Keyin original korpuslarini topib bera olamiz. Chevrolet Cobalt'ning toza yipskanik bunaqay. Bunday kiltlardan чисти original GM zavodskoy korpuslarim bor bu yerda. Ulardan topib bera olamiz. Keyin bunday zamoqlarimiz bilan ishdan chiqqan bo'lsa, kiltlar o'ynab qoladi, bilasizmi? O'naki bir holatlar bo'ladi. Mashin yonib turgan vaqtda ham kilt suvilib qolgan holatlar bo'ladi. Ko'pincha shunday vaqtda zamoq qotib qoladi. Shunday nilarimiz bo'lsa, ishlab kelasizlar. Mana zamoq turadi. Mana ichlari bor bu yerda, pillari tozadan qo'yib, agar korpusingiz elanib ketgan bo'lsa, toza korpus ham bor. Mana masalan, hozir primerda ko'rsatganim toza ishlatilmagan korpus. Haqiqiy jemdiki. Shu yerda bilalar, upakovkasi ham tuyulasiz mana. O'zim bomba bilan keladi ekan, mana upakovkalar mana. Bombasini ochib ishlatyapman. Bunday kiltlarni ham topib bera olamiz. Radnoy kilti. Bundan ozg'incha ulug'roq bo'ladi, sababi bunday Cobaltga kilt yozgan vaqtida chip qo'yiladigan joyi bor, shu chipini moslab qilamiz. Bundan sal yuqoriroq korpusda keladi. Xabarlashaverasizlar kilt muammosi bo'yicha.